erimdan ajrashib ketsam zo'r bo'lib ketaman, hamma narsa menga zo'r bo'ladi, o'zim hamma narsaga erishaman, uy olaman, mashina olaman, qiyinchilik jonimga tegadi deb shart ajrashib olganman. 2 ta farzandim bor. Lekin shuni bildimki, agar imkoniyatim bo'lganda, agar taqdirni orqaga qaytarish yoki vaqtni orqaga qaytarish bo'lganda, men hech qachon ajrashmagan bo'lardim. Nimaga? Kecha больницada o'tiribman. Allohga shukr, hamma narsam yetarli, pulim boshqa. Prosta farzandim og'riganda, Alloh hech qaysi bandani farzandi bilan sinamasin ekan. Shu farzandim og'riganda men bildim erkak kishining o'rni qayerda borligini. Xotini farzandim og'rimayapti, yaxshi, siqilma deb o'tirib turadigan dalda ham kerak ekan vaqti kelganda ayol kishiga. Aptekaga ham o'zim chiqib keldim, farzandim o'zim qo'llarini, muolajalarini qildirdim. Faqat ajrashmoqchi bo'lganlarga, agar rosa strashniy bo'lmasa hech qachon ajrashmanglar, hurmatli ayollar.